Kursilar foyda bermadi, shunga pulimni qaytarib olmoqchiman. Xo'p, o'zi odatda natija olmadim e'tirozi kurslar sotuvida uchraganda asosiy ikkita sabab bo'ladi. Ya'ni ko'pincha o'quvchilar umuman darslarni ko'rmaydi yoki vazifalarni va darslarni vaqtida va aytilgandek qilmaganligi uchun ko'p holatda natija olmaydi. Hozir bu e'tirozni qanaqa to'g'ri yechishni men sizlarga ko'rsataman. Behruz aka, sizni tushundim. Bizada kursimizda natija olmaslik juda ham qiyin, lekin shunaqa holatlar ham ba'zida uchrab turadi. Bunga asosan ikkita sabab bo'ladi. Birinchisi, videolarni, berilgan vazifalarni aytilgandek va o'z vaqtida qilmasa o'quvchi natija olmasligi mumkin yoki ikkinchi holatda umuman videolarni ko'rib vazifalarni qilmaganda natija olmasligi mumkin. Sizda qaysi biri? Xo'p, bu e'tirozga nisbatan qo'llagan texnikamni tushuntirib beraman. Birinchi navbatda har doimgidek men mijozni tasdiqladim. Undan keyin unga ikkita variant berdim. Ya'ni bu tanlovsiz tanlov texnikasi hisoblanadi. Har doim siz ikkita variant berganingizda mijoz qaysi birinidir tanlashim kerak degan buyruqni miyasiga